professor Moshimo. So'nggi ixtirongiz haqida juda ham qiziqyapman. Ishonchim komilki, u zo'r chiqadi. Sizning eng katta muxlisingiz Tommy Turnbull. Aziz Tommy, u kutganimizdan ham zo'r chiqdi. Ammo men uni yomon qo'llarga tushib qolishidan xavotirdaman. Shu sababli men uni xavfsiz joyga jo'natyapman. Balki u yerda haqiqiy bola bo'lishni o'rganar. Voy, Haqiqiy robot bola. Qo'zg'alonchi robotlar. Qarasangchi. Uning yuzidagi ifodani ko'rdingmi? Men ham. Robot bola! Qara, Tommy'ning yuziga qara. Ha, juda zo'r edi. Lolo, qayerda yuribsan? Filmga boramiz deb seni kutgandim. Ha, deyarli unutibman. Tommy, katta samolyot. Wow, biz hali hech qachon katta samolyot yasamaganmiz. Kechir Lolo, biz bitta ishni bajarishimiz kerak. Kelasi hafta filmga borsak bo'ladimi? Ha, mayli. Xayr Lolo. Lola azizam, ajoyib do'sting Tommy qayerda? Men bilan vaqt o'tkazgandan ko'ra robot bilan bo'lishni afzal ko'radi. U filmga kelasi hafta boramiz dedi. Bolajonim, shu bolani kelasi hafta shaxsan o'zim tushlikka taklif qilaman, keyin nima bo'lishini ko'ramiz. Tommy, bizlarni uncha ham kamtar bo'lmagan maskanimizga xush kelibsiz. Rahmat, elchimi Bola. Menimcha Lola sen uchun kichik syurpriz tayyorlab qo'ygan. Kechirasan, nima bo'layotganiga tushunmayapman. Endi orqaga qara va Lolaning yangi do'stlari bilan tanish. Qani, tanishinglar. Titan uchligi. Robotlar kolleksiyasi tarixidagi eng qimmatbaho robotlar. Bular pulga sotib olish mumkin bo'lgan eng zo'r robot o'yinchoqlar. Yoho! Wow! Tushlik tayyor. Bizda Eko Okuko, o'ta chiq tovuq ishaklari. Maza. Ol, ular bilan o'yna. Juda qiziqarli. Yo'q,
ehtiyot qil, iltimos, raqsga tushishga majbur qilma. Sen o'zingga o'xshagan robotlarga qarshi itoat tayog'ini ishlatmoqchimisan? Qanday robotsan o'zi? Bola robot. Sen bola emassan. Sen robotsan. İnsanlar bilan juda ko'p vaqt o'tkazgansan xolos. Nega? Bizga erkinlikka yetaklaydigan buyuk robot kerak. U bilan uchrashishda yordam berasanmi? Buyuk robot? Kim u buyuk robot? U barcha robotlarning do'sti. Tommi, robot bola, eng yaxshi do'st. Robotlarning do'sti bo'lmaydi. Mening navbatim. Robotlar do'st bo'lmaydi. Yaxshi gap edi boshliq. Ha, rostdan ham. Masofadan boshqariladigan robotlar eng zo'r kashfiyot. Robot bola barchasidan bexabar. U bizlarni robot deb o'ylasa, biz aytgan hamma narsani bajaradi. Bay sohiliga yo'l olinglar. Hozirroq. U yerga tezroq yetib borishimiz kerak. Qani, ularni o'ynatamiz. Ha, juda kulgili bo'ladi. Robot uchun kulgili emas. Qani, nima uchun ular raqsga tushmayapti? Yomon robot. Seni o'chirib qo'yaman. Yo'q, o'chirma. Bu yerlarni vayron qilamiz. Buyuk robot keldi. Qayerga ketyapsizlar? Robot boy Erkin, Tommi, men ozodman. Erkin? Sen doim erkin bo'lgansan. Axir sen mening do'stimsan. Shunday emasmi? Yo'q, to'xta. Robot bola. Tommi va uni robotlari qattiqroq o'ynab yuborishdi. Shundaymi? Buyuk robot, biz shu yerdamiz. Sizga tanlaganingni olib keldik. Robotlarga dunyo xavfsiz bo'lishi uchun uni egallashimiz kerak. Do'stim, sen esa robotlarning inqilobining kaliti bo'lasan. Bu doktor Kamikaze-ku. Robot bola, u yolg'on gapiryapti. Bu doktor Kamikaze. Robotlar hech qachon yolg'on gapirmaydi, faqat kichik bolalar yolg'on gapiradi. Sen jazolanasan. Buyuk robot shunday dedi. Ushlang uni. Bu bola endi bizni bezovta qila olmaydi. Robot bola, yordam ber. Hoy, bizni aldashgan. Bu Kamikaze.
Bu yerdan chiqib ketamiz. Konstantin, tezroq. Juda sekin harakat qilyapsan. Tezroq. Ha, xo'jayin, bilaman. Bu narsalar tezlik uchun emas, ko'rinish uchun yaratilgan. Konstantin, yordam! Rahmat robot bola. Demak, yana do'stmiz, shundaymi? Tommi, do'st. Eng yaxshi do'st. Film Edu Media Corporation buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi.